Pagrushi haydaydigan akalarim, Pagrushining narxini aytib keting, aytmaysiz videolaringizni deyildi. Akalar mana bugundan boshlab xudo xolisa narx-navo bilan ochiqchasiga yetamiz. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Akalar, e'tiboringlar markazida 3 kubali Shantoydan frontalniy pagrushik narxi $52,000 dan. Joystikli ketdi. Bu yoqda XMG dan 2.1 kubali joystikli 2024-yilgi texnikamiz $37,000 dan. Mana bitta dona asatkada qolgan. Bilasizlar, ob'yom juda ham katta. Ko'p texnika olib kelamiz. Endi orasida bitta qolib ketadi. 2023-yilga bu texnikamizda joystikli skidkaga 35,800 qilib qo'yganmiz. Yana ham narxini kelishamiz, kursga qarab o'tib beramiz. Bunaqa imkoniyatlar har doim ham bo'lavermaydi. Akalar, garantiyalar bilan qilib beramiz. Nimaga sizlarda qimmat deb ko'p aytishadi. Ko'chadagi samoxod olib keladigan, bu olib keladigan akalar bilan solishtirmanglar akalar. Arzonni osh tatmaydi. Sizlarga texnikani sotgandan keyin mana orqa tarafda servis sentrimiz bor, kattagina. Garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. Sotgandan keyin ertaga yo'q bo'lib qoladigan kompaniya emasmiz. Bu yoqda mana $37,000 dan uzr 2024-yilga pagrushik bu ham. Bu yoqda mana VZ3025 bu texnikamizdan ham yili 2023-yil ko'p olib kelgan edik, rasa sotdik bundan ham. Narxini $47,900 dan qilib qo'yganmiz. Yana ham tushib beramiz. Bu yerda kovush, orqada 0.3 kubali ekskavator kovushi ko'rishingiz mumkin. Ham ekskavator ham pagrushik qilib ishlatsanglar bo'ladi akalar. Unumdor texnika, qurilishingizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqsanglar bo'ladi aloqaga. Bu yoqda mana Shantoydan 2 kubali kovushga ega texnikamiz joystik narxi $32,000 qilib qo'yganmiz. Kelib yana savdolashib bemalol olsanglar bo'ladi akalar. Bu videoni pagrushik haydaydigan akalarimga tez jo'natib qo'yinglar. Videoga like bosib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Narxi bilan aytganimiz uchun. Agar pastda nomerlar qoldiraman, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu texnikalar bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Texnika juda ham ko'p variant qilib qo'yganmiz. Kelib qolgan texnikalarni tanlab olib ketishingiz mumkin. Hammangizga omad akalar.